Elyor aka, bugungi videomiz nima bo'yicha bo'ladi? Bugungi videomiz PUBG ishqibozlari uchun maxsus. Videoni oxirigacha ko'ringlar va Shu smartfonlarni ko'ringlar. hammasini obzor qilgan bo'lamiz. Qani videoda oxirigacha ko'ramiz. Assalomu alaykum, hormi Elyor aka? Va alaykum assalom. Nima Yaxshimisiz? gaplar aka? Tinchlik ishlayapmiz. Obunachilarimiz ham xudo xolasa 40 dan oshibdi. Jonli obunachilar. Bugun Elyor akam kommentariyada bir ikkita nimalarni o'qib, iltimoslarni o'qib, asomidan bugun shu PUBG ishqibozlari uchun smartfonlarni obzor qilaylik deb taklif qildilar. Biz xo'p deb mana obunachilar uchun qo'ldan kelgancha, sababi qo'ldan kelgan degani hammasiga PUBG'da o'rnatib, o'ynab video qilishga vaqtimiz ozgina yetmaydi. Keyingi videolarda harakat qilamiz. Bu safar qisqacha, lo'ndacha video bo'ladi. Qani bo'lmasa boshladik. Bugungi videomiz ko'pchilik yoshlar uchun, kattalar uchun ham qiziq bo'ladi. Sababi mobil o'yinlar ichida hammamiz bilamiz, eng mashhurlaridan bittasi bu PUBG hisoblanadi. PUBG Mobile. Bizdan juda ko'pchilik odamlar so'rashadi PUBG haqida, PUBGga mosroq, PUBGda maza qilib o'ynasa bo'ladigan telefonlarni. Bugun shunday telefonlar haqida sizlarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, birinchi telefonimiz Samsung. Mana bu modeldan boshlaymiz. Bu telefonimiz modeli Samsung A82 model. Bu modelimiz H ekranli bo'lib, PUBG uchun yaxshi telefon hisoblanadi. Grafika 60 fps ochadi. PUBGda qatimaydi va buni PUBG ishqibozlari biladi. Ya'ni bu modelda grafikada 60 fps da bemalol plavnida o'ynasa bo'ladi, mazza qilib. Modeli A82. Keyin narxini ham aytib o'tib ketaman. Bu telefonimiz 1.900.000 so'm chiqyapti. Yaxshi. Hop. Hozir Samsunglarni qisqacha tanishtirsam, keyingi telefonimiz S15G modeli. Bu telefonimiz ham PUBGda 60 fps ochadi. Plavni nimasida, o'sha tizimida. Bu telefonimiz ham H ekranga ega va bu telefonimizda ham PUBG ishqibozlari 60 fps da mazza qilib o'ynasalar bo'ladi. Grafika juda ham tiniq ochadi. Bu telefonimizning narxi hozirgi bu modelimiz ideal holatda 2.400.000 so'm chiqyapti. Qani bitta o'sha 2.400.000 so'm S15G. Skidkalarimiz bor. Yaxshi. Keyingi modelimiz bizda mana bu Samsung Note 20 Ultra 5G modeli. Bu telefonimiz ham juda ham PUBG ishqibozlarimiz juda yaxshi bilishadi. Mazza qilib o'ynasa bo'ladigan telefon. PUBGda FPS 90 fps ochadi bu telefonimiz. Xo'p, bu telefonimizning xotirasi 12 operativkaga 256 talik. Grafikalari juda ham zo'r. PUBGda o'zim o'ynab ko'rganmiz, tekshirganmiz. Haqiqatan ham mazza qilib o'ynasa bo'ladi. PUBG xo'rlar uchun shu telefonimizni ham tavsiya qilamiz. Bu telefonimizning narxi $290 chiqyapti. Xo'p, keyingi telefonimiz Samsung S22 Ultra telefonimiz. Bu telefonimiz PUBGda 90 fps ochadi. Bu telefonimizda menga eng yoqqan tomoni ekrani kattaligi va telefonni o'zi o'ynaganda boshqarishda qulayligi hisoblanadi. Zaryadkalari o'ynaganda bemalol yetadi va 90 fps ochadi. Operativka pamiyatlari 12 ga 256 talik. Bu telefonimiz bu globalniy versiyasi S22 Ultrani narxi hozirgi kunda $460 chiqyapti. Korobkalari bor. PUBG uchun eng zo'r telefonlardan bittasi deb o'ylayman. Narxi nechta? $460. Endi Redmi. Xo'p, endi boshqa modellarimiz ham bor PUBG uchun. Mana bu telefonimiz bor. Redmi Note 13 Pro plus 5G modelimiz. Bu telefonimiz ham ekrani H ekran hisoblanadi. Zaryadkalari, batareyka yo'nkislari 5000 Ah. Bu telefonimiz ham PUBG uchun yaxshi, ya'ni 60 fps ochadi. PUBG ishqibozlari bu telefonda ham PUBGni biraligi nima deydi, mazza tomonlarini his qilsa bo'ladi. Bu telefonimizni ham tavsiya qilamiz. Narxi 3.350.000 so'm chiqyapti. Keyingi telefonimiz hozirgi kunda iPhone 12 Pro Max telefoni. To'g'risi
hamma iPhone'lar PUBG'da yaxshi. Hattoki iPhone'da 10dan 8 plus, 7 pluslardan boshlab iPhone'da PUBG'da mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Biz bulardan imенно 12 Pro Max'ni tanladimki, hozir bizda bu bor model bo'lgani uchun bu modelimiz ham PUBG'da 60 FPS ochadi. Mazza qilib o'ynaysizlar, sababi bu Max modeli bo'lgani uchun ekran katta, grafikada o'ynashda qulaylik bor. Ekran kattaligi Zaryad yetish qanaqa? Zaryadi yaxshi bularda. Bistri zaryadkalari bor. Bemalol aytaylik o'ynasa bo'ladi mazza qilib. Bu telefonimizning narxi $410 chiqyapti. 256 talik. Bu iPhone 12 Pro Max'imiz, yo'nqishlari 80, 256 xotiraga ega. Xo'p. Keyingi modelimiz endi yana bir modelimiz bor. Mana bu modelimiz bilan tanishtiraman. Eng arzon PUBG uchun mos telefonlarimizdan. Bu telefonimiz Techno Power Neo 3 degan model. Bu telefonimiz ham o'ziga xos igrovoy, to'g'ri. Bu telefonimiz FPS yuqori ochmaydi, 45 FPS da o'ynasa bo'ladi maksimalni, lekin bu telefonimizning fishkalaridan bittasi batareykasi 7000 amper batareyka. Xohlaganingizcha 0 kunizgacha PUBG o'ynashingiz mumkin. Zaryadkasi sizni xijolat qilib qo'ymaydi, qizimaydi. O'zi ham umuman olganda yomon emas. Ya'ni boshlang'ichlar uchun, ya'ni FPS unchalik muhim bo'lmasin deganlar uchun narxi arzon PUBG ga mos telefonlarimizdan bittasi. Bu telefonimizning xotirasi 6 ga 128 talik, 7000 amper batareyka soat. Narxi 1.100.000 so'm. 1.100.000. 1.100.000 so'm. Xo'p. Endi men hozir bizda obzorda 3 ta telefonimiz qoldi. Men hammasida PUBG o'ynab ko'rdim va menga bu uchalasi ham eng yoqqan telefonlardan bittasi Poco F3 modeli. Bilamiz, odatda Poco firmasi, bu brendi, bu Redmi'ga, Xiaomi kompaniyasiga tegishli. Bu Poco asosan igrovoy telefonlar bilan bog'liq. Poco nomi. Bu telefonimiz ham Poco F3 modeli. Bu telefonimiz hozirgi kunda PUBG'da 60 FPS ochadi, lekin shuni aytmoqchimanki, men shu hozirgacha ko'rsatgan obzorlarimdagi 60 ochadigan telefonlarda eng zo'ri mana shu telefon. Bu telefonda o'ynaganlar 60 FPS da, xuddi 90 FPS yoki 120 FPS da haligi nima deydi? Mazasini beradigan telefon. PUBG professional darajada o'ynayman yoki любительский darajada o'ynayman deganlar uchun men shu telefon tavsiya qilaman, sababi juda ham mazza qilib o'ynasa bo'ladi. FPS juda zo'r, 60 FPS da maksimal rejimda ham ochadi. Narxi? Bu telefonimizning narxi 1.800.000 so'm chiqyapti. Xo'p, endi keyingi modelimiz bu Xiaomi 11T modeli. Bu telefonimiz ham juda ko'pchilikga tanish, mashhur o'yinchilar olamida, ya'ni mobil o'yinlar ichida eng mashhur o'yin uchun maxsus chiqarilgan telefonlardan bittasi desam bo'ladi Xiaomi kompaniyasini. Bu telefonimiz 90 FPS ochadi PUBG da va zaryadkasi ham 5000 amper soat bo'ladi. Ekranlari super AMOLED, juda ham mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Stereo zvuklar, ikkitadan kolonka. Aytaylik, PUBG uchun juda zo'r telefonlardan 90 FPS ochadi. Xotirasi 8 ga 256 talik. Xo'p, bu telefonimizning narxi 2.300.000 so'm chiqyapti. Xiaomi 11T modeli. Eng oxirgi. Xo'p, endi obzorimizni oxiriga keldik. Oxirgi telefonimiz bu. Bugun keldi mana shu telefonimiz. Mana bu aytaylik, mana hujjatlari bilan. Men hozirgina bu telefonni tekshirdim. Infinix GT20 Pro degan modelimiz. Bu telefonimizga protsessor MediaTek Dimensity 8200 protsessor qo'yilgan. PUBG'dagi 120 FPS ochadigan Infinixning yagona modeli. Infinixning 120 FPS ochadigan yagona modeli. Men o'ynab ko'rdim, haqiqatan ham juda ham mazza bu telefon. Maxsus PUBG uchun chiqarilgan desa ham bo'laveradi. Shu yerda savol beraman, gapingizni bo'ldim. Bering. Qaysi telefonga сравнивать qilsa bo'ladi, ya'ni taqqoslab ko'rsa bo'ladi 120 FPS. Qanaqa telefonlar ochadi misol? To'g'risi, men o'zi 120 FPS ochadigan juda kam telefon, ko'pchiligi 90 FPS ochadi.
Samsung Ultra'lar bilan solishtirsa bo'ladigan telefon. Ha, 24 Ultra, 25 Ultra'lar bilan yoki o'sha 13T Pro Xiaomi 14T Pro'lar bilan ochadigan yoki grafika xullas menga juda ham yoqdi. 120 FPS plavni ochar ekan. Tavsiya qilaman. Nimasiga? Buni operativkasi 12 ga 256 talik xotirasi. Korobkalarda nima? Korobkasida zaryadchigi, aytaylik hozir bizda bitta sotuvda bor bu telefon. Korobkasida zaryadchigi, o'zini kuleri bor va o'sha barmoqqa taqib PUBG o'ynaganda barmoqqa tellaganda taqadigan perchatkasi bor. Shu korobkasida komplet imeykalari o'tgan. Shu telefonimizni tavsiya qilaman PUBG xorlar uchun. Buni bozorlarimizda sotiladi, yangisi ham bor, rabochisi ham bor. Hozir bizda holati bu ozgina ishlagan. Lekin yangi deyilsa ham bo'ladi. PUBG'da maza qilib o'ynayman desangiz, пожалуйста, shu telefonni oling, ishlating, maza qilib o'ynab ko'ring. Tavsiya qilaman. Bugungi videomiz mana shu telefonlardan iborat edi. Hurmatli obunachilar yoki endi obuna bo'lmoqchi bo'lgan qadrdonlar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bizga motivatsiya bo'ladi. Mana pastda juda ham ko'p telefonlarimiz bor. Albatta bir kunda 5 ta keladi, 5 ta ketadi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab tursalaring, kommentariyada qanaqa telefonlarni obzor qilishimizni xohlasalaring yozib qoldiringlar. Har 3 kun, 2 kunda sizlarga zo'r obzorlarni Elyor akam qilib berib turadi. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Elyor aka, Sog' bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sizlardan like va podpiska.